Botken rayonidagi Samarqandlik qishloq hududining Garm nomli joyidan xususiy ishxonalarning noqonuniy ko'mir qazib olish fakti aniqlanganini Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, mazkur joyda Jo'ljaxshi va Zakirdin ishxonalari tegishli ruxsat hujjatlari yo'q ko'mir qazish ishlarini olib borishgan. Bu yerda texnik xavfsizlik choralari ko'rilmagan. Shu sababli ishchilarga jismoniy zarar keltirish xavfi bor. Umumiy ko'mirning qazib olingan hajmi 1637 tonnadan tashkil qiladi. Shu sababli davlatga 4 million so'mdan ortiq zarar keltirilgan. Mazkur fakt bo'yicha korrupsiyaga qarshi xizmat materiallarining asosida Moliya politsiyasi Botken oblasti bo'yicha boshqarmasi Jinoyat kodeksining noqonuniy tadbirkorlik qilish moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'adi. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Bosh prokuraturaning 21-oktyabrdagi ma'lumotiga ko'ra, jazo o'tash mahkamalarida noqonuniylikni nazorat qilish bo'yicha prokuratura qamoqdagi 3 nafar jinoyatchining o'limini tekshiradi. Tekshiruv natijasi bilan voqeaga huquqiy baho beriladi. 12-oktyabrga o'tar kechasi nomer 50 qamoqxonadan qochgan, kuni qo'lga olingan 5 jinoyatchining 3 nafari bir kun ichida qamoqda vafot etgani xabarlandi. Huquq himoyachilari va oqlovchilar o'lim sabablarini qattiq kaltaklashdan deb aytishmoqda. Qamoqdan qochgan 9 nafar jinoyatchining ikkitasi ozodlikda yuribdi. Ularni qidiruv davom etmoqda. Qolgan 2 nafari qo'lga olish jarayonida otib o'ldirilgan. O'sh shahrida chek olish uchun 22 mingga yaqin kishi navbatda turibdi. Ularning dastlabkilari 25 yil avval murojaat qilgan. O'sh shahrida yer tanqisligi sababli navbatda turganlarning iltimosi qachon amalga oshishi noma'lum. Bu orada shahar prokuraturasi 30 gektar yerda xususiylashtirilganini aniqladi. Rektorning ayoliga 310 ming so'mga sotilgani bo'yicha kim javobgarlikka tortilib, qanday chora ko'rildi? Bu haqda navbatdagi lavhada. O'sh shahrida yer yetishmovchiligi sabab navbatda turganlarning soni ko'p. Ularning soni 22 mingga yaqin. Ariza berganlarning eng birinchilari 1993-yildan boshlangan. 25 yildan beri meriyaga murojaat qilib kelayotganlarning muammolarini qachon hal etilishi noma'lum. Sababi shaharda chek bo'lib berish uchun yer yo'q. Yer tilkilari hukumat dengayda chechilishi kerak. Biz hozirgi mezgilda xat jo'natib o'tamiz. 2-3 jol xat jo'natildi. O'sh shahrida yer tilkilari yo'qligi bo'yicha bizga Qo'shnilash Aravan, Qarasuv rayonlaridan yer tilkilarini o'tkazib berish sunishi bilan jo'natib turamiz. Jopala qishloq hukumatida yerga muhtojlarning soni ko'p. Qishloq hukumatiga murojaat qilganlarning soni 2500 ga yaqin bo'lsa, ular ichidan 400 kishining arizasi meriya tomonidan qarab chiqilmoqda. Ondan sirtqari bugun 290 odamdan kelosaz bizda turadi. Keloni olib borib topshiralım desek, qo'ya turgular biz buni olacakta 4000-5000 şahitler bilan birgalikda 4-5 ming odam очередьте turadigan. Shularning problemalarini chechgandan keyin deloni qabul olamiz degan. Cheklarga muhtojlarning soni ozaymayotgan vaqtda O'sh shahar prokuraturasi 30 gektar transformatsiyalangan yerda noqonuniy sotilgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'adi. Xususiylashtirilgan yer 2006-yilda Jopala hududini kengaytirish maqsadida hukumat qarori bilan bo'lib berilgan. U yerga turar joy, bola bog'cha, maktab va boshqa obyektlar qurilishi rejalashtirilgan. Lekin O'sh shahar meriyasining o'sha vaqtdagi javobgar kishilari 30 gektar yerni oliy o'quv yurt rektor ayoliga 310 ming so'mga noqonuniy sotib yuborishgan. Biroq atalgan yer 2007-yili mizonsiz turda jeke menchikka boshqa bir odamga sotilib ketgan. Atalgan fakt bo'yicha 2015-yilning 19-oktyabrida O'sh shahar prokuraturasi tomonidan Qirg'iz Respublikasining Turmush jazo kodeksining 303-berenesining negizida qilmish ish qo'zg'aldi. Mazkur 30 gektar yer qismi 2006-yilda sotilgan. Bu haqda O'sh shahar yerga joylashtirish va ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni ro'yxatga olish boshqarmasidan ma'lum qilishdi. Bir jeke menchikka Nuriyeva degan jeke adamға аукцион арқылы сатылған екен. Ал жерде дағы социалдық объекттер қаралған деген сөздер болып жатыр. Егер социалдық объекттер қаралған болса, ал жерде обязательно қайтарып алу бойынша O'sh shahar meriyasi harakatlari жасайды. Ta'kidlab o'tsak, yil boshidan beri 994 kishiga yer bo'lib berilgan. Yer yetishmovchiligi yuzaga kelgan vaziyatda transformatsiyalangan yerni noqonuniy sotib yuborganlarga qanday chora ko'rilishi tergov ishlaridan keyin ma'lum bo'ladi. Agar xususiylashtirilgan yer qaytarilib, chek qatori bo'lib berilsa, 600 kishiga yer beriladi. Majnun Ulug'bek, Azina Do'smetova, Aybek Bedelbekov, Intimaq. O'sh shahar kuni munosabati bilan 10 ga yaqin ijtimoiy obyektlarning ochilishi bo'ladi. Ular 2 yildan buyon qurilayotgan ko'prik,
Kuch tizimlariga beriladigan 16 qavatli uy, 800 o'ringa loyihlashtirilgan OGPning binosi, 3 sport zal, bola bog'cha, Do'stlik hududiy kengashidagi 6000 kub suv ombori va chiqindi suvlarini tozalovchi qurilma. Isanov va Lenin ko'chalarining kesilishidagi yangi ko'prikning qurilishi ham rejaga kiritilganini O'sh shahrining vitse-meri Ilichbek Ergeshev intimoqqa bildirdi. Shahar kunini har yilgidan o'zgacha o'tkazishga harakat qilyapmiz. Tegishli xizmatlarning barchasi jalb qilingan. Qo'shni Turkiya, Xitoy, Rossiya va Tojikiston davlatlaridan mehmonlar kelishi kutilmoqda. Bundan tashqari Qirg'izistonning Qorako'l shahridan ham delegatlar kelishadi, dedi Ergeshev. Parlament sayloviga bog'liq 5-oktyabr O'sh shahar kunini nishonlash 29-oktyabrga qoldirilgan edi. Yigirma 24-oktyabr kunlari kutilgandan ortiq sovuq havo va yog'ingarchilik bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan bildirildi. Ma'lumotga ko'ra, tog' yonbag'irlarida va Chuy-Talas vodiylarida yoqqan yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Tog'li hududlarning avtoyo'llari muzlab sirpanchiq bo'ladi. Ayrim rayonlarda g'arbdan esgan shamolning tezligi 18-23 metrga yetadi. Mazkur kunlari havoning kunduzgi harorati keskin tushib, Chuy-Talas oblastlarining dehqonchilik hududlarida 1 daraja sovuqdan 4 darajagacha iliq bo'ladi. Ministrlik bunday ob-havo qishloq xo'jalik ishlarini, avtomashina, energetika va kommunal xizmatlarning ishini qiyinlashtirishini ogohlantirdi. Indoneziyaning Bandung shahrida o'zgacha soatlar ishlandi. Bu soatlarning boshqalardan farqi ular metalldan emas, yog'ochdan tayyorlandi. Jihoz yasashdan ortgan yog'och qoldiqlariga ikkinchi hayot bag'ishlagan Matoa ustaxonasida qo'l soatlarining 5 xil turi yasaladi. Ular hozir eksport qilina boshladi. Yog'ochdan yasalgan soatlar haqida navbatdagi lavhada batafsilroq tanishamiz. Indoneziyaning bu ustaxonasida turli uy jihozlaridan tayyorlangandan keyin ortgan yog'och qoldiqlariga ikkinchi hayot bag'ishlanadi. Ya'ni ulardan turli qo'l soatlari tayyorlanadi. Pemanfaatannya kita semaksimal mungkin memanfaatkan. Biz emерек жасаган жыгачтардын калдыктарын пайдаланабыз. Үй буюмдарына чоң материалдар керектелет. Андан ашкан бөлүктөрдөн саат жасайбыз. Ага көп деле жыгач кетпейт. Bahan bakunya itu kecil banget sebenarnya. Jadi Ustaxonada 25 nafar kishi mehnat qiladi. Ular bir kunda 25 ga yaqin soat yasashadi. Bu yerdagilarning asosiy maqsadi o'zlari yasagan soatlari orqali odamlarni hayratga solish hamda ularni eksport qilishdir. Ustaxona joylashgan Bandung shahri shu va boshqa yengil sanoat mahsulotlari bilan mashhur. Ular tayyorlagan buyumlari bilan jahonga mashhur bo'lishni niyat qilishgan. Mahalliy hukumat esa yangi ish boshlaganlarga yordam beradigan qo'mita tashkil etgan. Matoa brendi Indoneziya davlatida o'sadigan ulkan daraxt nomidan kelib chiqqan. Dia memanfaatkan limbah-limbah gitu loh. Jadi Matoa ustaxonasi иштетилип бүткөн материалдарды кайрадан иштеп чыгышат. Бул көпчүлүккө үлгү боло алат. Itu mungkin hanya salah satu contoh saja gitu. Matoa бренди Индонезияда өсүүчү чоң дарактын аталышынан келип чыккан. Мындай сааттар $75 120 AQSh долларына чейин бааланат. Бул наркы өлкө үчүн кечүү сумма эмес. Жергиликтүү жашоочулардын күнүмдүк кирешеси $2 гана түзөт. Бирок сааттарды өзгөчө баалагандар да бар. Bu soatlar $75 120 AQSh baholanadi. Bu narx o'lka uchun kichik mablag' emas. Mahalliy yashovchilarning kunlik daromadi $2 tashkil etadi. Biroq bu soatlarni qadrlaganlar ham yo'q emas. Hozirgi vaqtda ustaxonada soatlarning 5 ta turi yasaladi. Ular Indoneziyadagi 5 ta orol nomi bilan ataladi. Hozir mazkur mahsulotlar eksport qilina boshladi. Ularga Singapur, Xitoy, Yaponiya hamda AQSh davlatlaridan buyurtmalar kelgan.